Hammaga salom. Sizlar bilan bugun mening oddiy bir kunim qanday o'tishini ko'ramiz. Bugun bizga birinchi para adabiyotshunoslik fanidan ma'ruza qo'yilgan edi. Birinchi paramga kech qolayotgan bo'lsam ham shoshilmasdan yurib, yo'ldagi mashinalar harakatini ham olishga ulgurdim. Baxtimga meni dekanatga chaqirib qolishdi. Xonalarni ochib, o'zim joyimga o'rnashib o'tirib oldim. Mana bu bo'lsa bizning universitetimiz ikkinchi qavatda. Va ikkinchi para ham ma'ruza edi, lekin unga kirdim. Bugun biz 3 para bo'lganligi uchun 3 paramiz reading va writing dars edi. Va mana bu yerda bir qiz nima qilyapti bu? Va shu bilan bir o'nda darslarim ham tugadi. Va men ikkinchi o'qishimga yo'l oldim. Bekatda mamda qamushini ko'rib qoldim. Shirincha uxlayotgan ekan bemalol. O'qishga ham yetib keldim va obed qilib bo'lgandan keyin xonamiz tomon yo'l oldim. Mana bu esa bizning markazimizning ichki tomoni. To'liq obzor keyinchalik bo'ladi. Hozircha esa borini tomosha qiling. Va shu bilan bizning darslar boshlandi. Soat yarimda ularni tamomladik. Ko'chada esa yomg'ir ekan. Mana bu atmosferani endi so'z bilan ta'riflash qiyin. Va shu bilan mana oddiy bir kunim tugadi. Hammaga xayr.